Xo'sh do'stlar, sizlarga hammangizga Faker Prime kanalini taklif qilaman. U yerda ajoyib videolar bor. Yo'q. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Vince va yangi videomizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan birgalikda juda ham ajoyib bo'lgan ishlarni qilamiz, chunki biz ana boya boss chaqirgan edi, ya'ni ertalabdan albatta meni yonimga kelgin deganda albatta mana bularni olib tashlaymiz. Hozircha meni yotadigan joyim yo'q. Shuning uchun ham mana shu yerda yashashga majburman do'stlar, chunki bu yerda uylarning narxi juda ham qimmat, chunki uylar juda ham kam, ammo insonlar yaxshigina ko'p. Shuning uchun ham bo'lmishlar juda ham ko'p do'stlar. Bilmadim nimaga, lekin mana bu mayli kartonlarni qoldirib qolamiz, mana buni olib tashlaymiz. Hozir do'stlar albatta mana bularni olib tashlaymiz. Ayt bo'lmasa mana bu eshiklarni ham ochib olamiz va tashqariga chiqib bemalol o'zimizning ishimiz bilan shug'ullansak bo'ladi do'stlar. Mana bu yerga mana bularni ko'mib tashlashimiz kerak, chunki do'stlar hozir albatta bular juda ham kir, shuning uchun bularni tashlab yuborishni o'zi ham bir ahmoqarchilik, shuning uchun ko'mib qo'ygan eng yaxshi usuli deb o'ylayman. Albatta sizlar videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, chunki yangi videolar tezroq chiqishini ta'minlab turasizlar do'stlar. Albatta bundan oldingi videomiz 10 ga yig'ibdi, shuning uchun to'g'risi men juda ham xursand bo'ldim, chunki 10 ga obunachi, Jenurson 10 ga obunachi desak ham bo'ladi, chunki ko'rganlar prosmotr bu yaxshigina so'qqa degani sizlarga aytsam, Jenurson Minecraft qotib qoldi ozgina vaqt. Mayli. Tak bo'lmasa do'stlar mana bularni ham terib olamiz, chunki bizga albatta hech bo'lmaganda cho'ntak puli kerak, shuning uchun bularni terib olamiz. Albatta ertalabdan noniyman, bo'mish bo'lganman do'stlar, shuning uchun bu narsadan uyalmasam ham bo'ladi. Nima ham derdim, yaqinda banditlarga qo'shildim, unchalik ham katta pul berishgani yo'q, hatto pul ham berishmadi. Shuning uchun nima ham derdim, butilkalarni topshirganimiz ancha ma'qul. Ammo shunga qaramay do'stlar, bilmadim do'stlar nima bo'ladi bundan buyog'iga, ammo nima bo'lsa ham yaxshilikka bo'lsin qisqasi, mayli, bilmadim, lekin avtomat ushlashni bilasanmi deyishganda, men akimda ko'p otganman, shuning uchun akimda bilaman deb aytgandi. Menimcha qurolli otishmaga boradiganga o'xshaymiz do'stlar. Ish qilib nimadir qanday qaradi juda ham jiddiy bo'lmasin, chunki bilmadim, balki bo'mish bo'lishi mumkindir, ammo odam o'ldirish unchalik ham yaxshi ish emas. Mayli. Salom boboy, yaxshimisan? Men sen anchalamay ko'rmay ketding. Men banditlarga qo'shilgandim, u botilka topshirdim kerak bo'lmasa. Nima ham derdim, to'g'risini aytsam, banditlardan kelgan pulga to'g'risi ovqatlangim kelmayapti. To'g'ri qilasan, men sen bandit bo'lsang ham aqlli bandit ekansan. Ha, qo'shilaman. Bilmadim boboy, to'g'risi hozir men ertalabdan choy ichishimga ham pul kerak, albatta o'zingiz bilasiz. Ha, albatta juda ham ajoyib. Bo'lmasa men bitta 10 dollar olaman va bitta 5 dollarga katta qilib olsam, rahmat, albatta yaxshigina pul toparding, ammo yaxshigina pul topardim albatta, lekin hozir bandit bo'lganim uchun ancha-muncha ko'proq pul topsam bo'ladi. Nima ham derdim, bo'lmasa magazinga boramiz do'stlar. Albatta sizlar videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, chunki biz albatta 1 ga bo'lishimiz kerak. Do'stlar, albatta bu video 100 ta likedan so'ng chiqadi. Yo'qmi, mana bu yerda bankomat bor ekan. Banditmi? Yaxshimisan, tuzukmisan? Yaxshi, rahmat. O'zingizchi nima u bandit kiyimlarni kiyib olibsiz? Menga bitta nom bersangiz o'tdim. Nommi? Prosta banditlarga kamay yo'q, olma sana kiyiminglarni banditga o'xsharkansan. Shunaqa desak ham bo'ladi. Aldama? Nima? Rostdan? Aldama deyapman. Okey, to'miz ketibdi siz Jenurson. Men haqiqatan ham banditman-ku, yo'q. Do'stlar, bandit bo'lishimga qaramasdan unchalik ham nima desam ekan, zo'r kiyimni kiymasam ham nima ham derdim do'stlar. Tak bo'lmasa mana shu tomonga ketaveramiz. Hozir albatta bossning yonimga borishim kerak va undan yangi narsalarni olib olishim kerak. Katta ehtimol bilan qurolda o'qish bo'lsa kerak bu safar. Bilmadim, balki undan ham battarroq narsaga duch kelarmiz. Bilmadim do'stlar. Tak hozir boramiz albatta va tak do'stlar, bo'lmasa mana shu tomondan o'tib olamiz. Albatta banditlarni, ya'ni bizning shtatimizga borishimiz kerak. Shuning uchun nima ham derdim do'stlar, mana bu yerda shuncha butilkalar yotibdi. Sizlarga aytsam, butilkalar bunchalik ko'p ekan, Jenurson. Nima ham derdim do'stlar. Menimcha kelib ham bo'ldik do'stlar. Mana shu yer bo'lishi kerak yoki stop, buni orqasidamidi? Menimcha buni orqasida bo'lishi kerak. Xuddi o'zi do'stlar, mana shuning orqasidagi bazamiz. Banditlar ham turishibdi. Yaxshi, bugun yaxshi kunga o'xshaydi. Salom, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Ajoyib Jiguli ekan, taksist. Men seni kutaverib charchab ketdim-ku. Yo'q, hozir boshning yoniga kiramiz. Biz tanishmizmi? Albatta tanishmiz. Xavotir olmasiz, meni tanib olasan. Bizga hozir missiya beradi boss. Yo'q, bakmi? Assalomu alaykum. Vince, yaxshimisan, tuzukmisan? Korchi, ana u yerda zavoddagi narni otib tashlash kerak.
Qurollar bormi? Pastdagi joyda. Okey. Ismingiz nima edi, janob? Mening ismim Crazy. Crazy. Ha, xuddi shunday. Ну, ладно, mana bu qurollar bo'lsa kerak. Menimcha akam ochishni bilganim uchun faqat akam berganlar. Ha, bo'simiz juda ham ajoyib. Hozir ishonaver, 30 dan ko'p inson bilan otishma qilamiz. Yo'q, ha. Tak bo'lmasa mana bularni qo'yib qo'yamiz. U tashqariga chiqib ketdimi? Ha, aytgancha, qurolingni olib oldingmi? Ha, qurolni olib oldim. Ну, nimada ketamiz? Mana bu mashinada faqat ana u yerda balon bor edi. O'shani qo'yib ol. Okey, bo'ldi. Mana bu balon bo'lsa kerak. Ha, balon qo'yish unchalik qiyin emas. Ha, bilaman, hatto oldin mexanik ham bo'lib ishlaganman. Yo'q, ha. Tak, bo'lmasa o'tira qoling. Okey. Yaxshi, bo'lmasa men hayday qolaman. Ancha oldin bilardim. Okey, men senga ishonaman. Yaxshi otishma qilar ekansan deb eshitgandim. Yo'q, men hali otishma qilmagandim bu shaharda. Menga shunaqa deyishdi-ku. Balki sal ko'pirtirib yuborishgandir, janob Crazy. Meni janob deyishing shart emas. Necha yo'qsan o'zi? 19 yoshdaman. 19 mi? Hatto mendan kichik ekansan. Yo'q, ha. Men yoshim 20 da. Bir yosh hech bola emas. Shuning uchun bemalol sensiraver. Okey. Albatta biz birga missiyalarga boramiz. Shuning uchun unchalik ham begonadek tutishing shart emas o'zingni. Baribir birinchi marta ko'rib turgan insonim uchun bunaqa yaxshigina iltifot ko'rsatish yaxshi emas deb o'ylayman. Shuning uchun sizni sizlaganim yaxshi. Qisqasi bilganingni qil, Vince. Hayot seniki axir. Ha, qo'shilaman bu gapimizga. Tak bo'lmasa mana buni qo'yib olamiz. Hozir eshikni yopaman. Okey, Vince, qani hozir ochmaga kiramiz. Ehtiyot bo'lgin. Ha, albatta ehtiyot bo'laman. Tak. Hozir o'zi nima qilishimiz kerak? Bir yigitni qutqarishimiz kerak. Yo'q, ha, yaxshigina boy yigit. Shuning uchun bizga boss buyurgan ekan, qutqarishimiz shart. Qisqasi hozir eshikni ochasan, men ichkariga kiraman. Okey. Mana. Nima bo'ldi? Yo'q, baqirmasangizchi, Juniorson. Yo'q, bu ko'p bular. Ya, Juniorson ancha esimdan chiqdi, lekin bakimda o'tish sizga aytsam, ha, menda manchadan beri o'qizmagandim Juniorson maza qilib. Ha. Yo'q. Juniorson yaralanganga o'xshayman. Tashqariga chiq, tashqariga. Okey. Yo'q, Juniorson do'stlar, yomon bo'ldi lekin. Yomon naryoqda qolib ketdi orqangizda. Hozir otib tashlayman. Okey, otdim. Yaxshi qildingiz otganingiz bilan. Yo'q, mana bu yerda ko'p ekan. Hozir meni eski prime davrlarim qaytyapti senga aytsam, Vince. Ha. Tepada kim bor o'zi? Bitta Faker degan ahmoq mana shunaqa banditlarning orasiga tushib qolibdi. Juniorson, bu banditlarmi? Ha, gildiyalar axir 3 ta-ku bu yerda. 3 ta gildiya bormi? Ha, mana bu ularning katta gildiyalaridan biri. Ammo bizda yaxshiroq qurollanganlar va yaxshiroq o'q otarlar borligiga ishonishardi. Yo'q, ha. Mana bittasi sen va men. To'g'ri, bu gapingizga qo'shilaman, janob Crazy. Bu yaxshi. Tak bo'lmasa tepada ham borga o'xshaydi. Ha, ular juda ham ko'p juniorlar. Okey, mana bularni branjilet ham taqmadik-ku juniorlar. Branjilet nimaga kerak? Vince, axir biz yaxshigina kuchlilarmiz. Ularning o'qlari ham unchalik nima desam ekan, jarohat qiladigan emas. Qayerda ekan u bola? Bilmadim, bu yerda yo'q. Bu yoqda cho'ta hech bola yo'q o'xshabotdi do'stlar. Bu yerda bor ekanmi? Yo'q ekan. Okey, keyingi xonaga kirib ko'rchi. Ha, mana bu yerda Juniorson, mana bu yerda banditlar turibdi. Okey, hozir boraman. Okey, qara, bu yerda ham xuddi shunaqa. Faqat men ochaman, sen kirasan. Okey. Kim? Qani 1-2-3. Yo'q, Juniorson bular ancha muncha ekan. Juniorson, okey. Nima bo'la o'q otmay qoldimi? Yo'q. Juniorson, mana buni turishini qaranglar. Janob, yaxshimisiz? Meni qutqarishga keldingizmi? Ha. Janob, bo'singiz jo'natgan bo'lsa kerak. Ha, xuddi shunday. Hozir men bilan ketasiz, ya'ni biz bilan. Okey, chiqqaning bilan janob Faker. Nima? Bizdan kattami? 24 yoshga axir. Yo'q. Rahmat sizlarga qutqarganingiz uchun mana. Okey. Ha, bo'lmasa meni ketimdan yuring janob Faker va Crazy. Faker, meni orqamdan yuring. Bu yerda banditlar borga o'xshaydi. Ha, ular juda ham ahmoq ekan. Juniorson bir ham ovqat bermadi. Unda qo'lingizga sigaretcha, u bitta sigaret qolganda o'zi. Yo'q. Ha. Aytgancha Crazy. Faker, to'xtab turing. Crazy aytgancha mana bu omborxonada narsalar bo'lishi mumkin. Ha, to'g'ri aytasan, Vince. Qani ketdik Faker bu yerdan. Okey, ketyapman. Ha, yaxshi.
Tak, bo'lmasa hozir tashqariga chiqib, mashinaga o'tirib, sekinlik bilan qaytsak bo'ladi menimcha do'stlar. Ha, bugun yaxshigina qiyin ish bo'lganga o'xshaydi. Okey, mashinaga o'tiravering janob Faker. Okey, tak. Okey, qara u yerda janob Crazy. Hey, men chiqyapman, u yerda narsalar bor ekan, o'zim uchun olib oldim. Bo'lish bo'lamiz, aytgancha oldidan turish. Uzr janob, uzr. Mana bu qurolni olib ol, senga esli joyga kerak bo'ladi. Okey, tak. O'tirib olamiz va bo'lmasa qayerga ketdik? Bazaga albatta. Ha, okey, bo'lmasa bazaga olg'a. Janob Crazy. Okey, qani bu yerga burasan. Ha, bo'lmasa hammaga xayr.